Doktor, assalomu alaykum. Shu sizni qon analiz topshiruvdim-da, bitta ko'rib bering. Va alaykum assalom. Albatta ko'rib beraman. Bering. Qon tarkibidagi asosiy ko'rsatkichlar leykositlar normadan kamayib ketishi immun sistemaning pastligini bildiradi. Ko'payib ketishi organizmda yallig'lanish jarayoni borligini ko'rsatadi. Gemoglobinning normadan kamayib ketishi kamqonlik, ko'payib ketishi qon quyuqligi, qon kasalliklarida bo'ladi. Gematokritni normadan kamayib ketishi qonning suyuqlashishi yoki ko'payib ketishi qonning quyuqlashishi belgisi hisoblanadi. Umumiy oqsilda normadan kamayib ketish, ozg'inlik, buyrak yetishmovchiligi, jigar kasalliklarida bo'lsa, ko'payib ketishi organizmda yallig'lanish jarayoni bo'lganda kuzatiladi. Glyukoza normadan kamayib ketishi, oshqozon osti bezi zaharlanishi, zararlanishi, onkologik kasalliklarda bo'lsa, ko'payib ketishi, glyukoza so'rishi buzilishi, qandli diabetda kuzatiladi. ALT fermentini kamayib ketishi, vitamin B guruhini yetishmovchiligi bo'lsa, ko'payib ketishi, gepatit, jigar zaharlanishi, jigar sirrozlarida kuzatiladi. AST fermentini kamayib ketishi, qalqonsimon bez yetishmovchiligida bo'lsa, ko'payib ketishi, jigar zaharlanishi, yurak yetishmovchiligida kuzatiladi. Xolesterinni normadan kamayib ketishi bu xavfli o'sma kasalliklar, jigar sirrozi, reumatoidni artritda bo'lsa, ko'payib ketishi, ateroskleroz, gipotireoz, surunkali gepatitlarda bo'ladi. Umumiy oqsilda normadan kamayib ketishi, jigarning o'tkir zaharlanish belgisi bo'lsa, ko'payib ketishi, o'tda osh kasalligi, oshqozon osti bezi kasalliklarida kuzatiladi. Kreatinni normadan kamayib ketishi, ovqatlanish yetishmovchiligida, homiladorlikda ko'payib kuzatilsa, ko'payib ketishi normada, buyrak yetishmovchiligi, qalqonsimon bez giperfunksiyasida kuzatiladi. Motivinani normadan kamayib ketishi, ochlik, homiladorlik, og'ir zaharlanishda bo'lsa, ko'payib ketishi buyrak kasalliklarida kuzatiladi. Unutmanglar, o'z vaqtida o'tilgan davriy tibbiy ko'rik nafaqat umringizga baraka beradi, balki judayam ko'p kasalliklarni oldini oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizman doktor Kamilov.